Assalomu alaykum. Yakub House obunachilari, aziz mijozlarimiz. Tozadon avvalgi Didor to'yxona yonida ko'p qavatli dom qurildi bu yerda, bilasizlar. 4-qavatda lift ishlab turibdi. 65 metr kvadrat, 2 xonali, yangi zamonaviy uslubda, ya'ni stil minimalizmda remont qilingan kvartiramiz chiqdi. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Yakında 65 metr kvadrat, hozir 6,5 milliondan geçsizler ham 400 dan ziyod oladi. Oxiridan narxini aytib o'taman. Qaranglar, bu yerimiz prixo'shiy zona. Eshiklar ham zamonaviy ajoyib eshiklardan ishlangan. Dizaynlarni отдельно ahamiyat berib ketinglar. Bu dizayn to'g'risi o'zim ham yoqadi. Men o'zim kvartiram shuning stilda remont bo'lib turibdi. Bu yer kuxnya bilan mehmonxona ochib berilgandan katta shunday studiyniy formatda tushgan. Bu yerimizda yuvinish xonasi. Bu eshiklar ham bilasizlar, pod zakazda o'tiladi. Sushilkalari, hamma narsalari tayyor, shu holatda sotiladi. Mebellar ham qo'yib ketilgan. Bu yerlarimizda dushovoy zamonaviy ishlangan qilingan. Birina versiyalaringiz qo'ysangiz bo'ladi. Отдельный polka shart emas. Remontuna gap yo'q. Laminatlar ham eng sifatlaridan ishlaganlar, kachестволарni. Bu yerimiz mehmonxona, ya'ni zal bizlarimiz dilida TV zonasi qo'yilgan. Bu yerda o'tirib xardik chiqarsangiz bo'ladi. Bu yerimiz oshxona, ovqatlanadigan stavoy zonasi. Hammalari podsvetkalar va chiroyli qilib ishlaganlar. Bu yerimiz kuxnya. Bu kuxnyani xohlasangizlar shisha bilan nettirib beklab bersangizlar ham bo'ladi. Patologda shu joylari qoldirib ketilgan. Endi bizda ochiq turgani yaxshi, katta bo'lib dizayn ko'rtirsa. Yaqinlab balkondan berib o'tamiz. Panoramli eshiklari qo'yilgan balkonga chiqadi. Balkon kattaligini ahamiyat beringlar, yaqinlab o'ta darajada katta. Bu orqa tarafı domlu parkovka zonani ko'rib turibsiz. Oldin tarafından parkovkalari bor. Bundayna krug. Pochkasi вообще zo'r, shavatni bo'yinda. Shavatni bo'yinda bo'lgandan keyin chiqib aylanib kelsam bo'ladi bemalol. Endi spalnini ko'ramiz yaqinlar. Yana shunday chiroyli minimalizm stilda eshiklar qo'yilgan. Bu yerimiz spalni. Skriptning ruchkasiz eshiklar qo'yilgan, zamonaviy hammasi mexanizmi. Rasmdan tortmalari bor. Bu ham podsvetkali, polni yanada shkaf. Katta oynalarni qo'yib chiroyli qilib ishlaganlar. Spalniya modelini ahamiyat beramiz. Yumshoq mebel, kombinirованный oyna bilan kombinatsiya bo'lib ketilgan. Bu yerimiz esa TV zona yaqinlar. Отоплениялар o'tib turibdi. Polniy tayyor, oynalar ham katta. Qo'llash zamonaviy stilda, ya'ni minimalizm stilida remont qilingan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Yaqinlar, qaranglar. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, 6,5 milliondan o'zingiz korobka holatini kirib ko'ringlar, stil minimalizmcha so'mpil ketishini ko'ringlar. Uy egasi 9,5 milliondan so'rab turibdi kvadratdan. Endi premiumli pul olsangizlar 48 ming dollar atrofida bo'ladi. Pastda telefon nomerlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ozgina summasini ipoteka qilib ham bo'ladi ekan. Ya'ni dokumentlari tayyor. Pastda nomerlar bemalol murojaat qilavering.